Assalomu alaykum azizlar. Ko'pchilik meni obunachilarim biladi. Bizlar faqat eng zo'r ustalar bilan ishlab o'rganganmiz. Shu sabab bo'yicha mana o'zim qurilish qilyapman. Hozir mana shu ko'pchiliklaringiz bilasizlar, gazoblok ishlab chiqarishimiz bor edi. Narigi seximiz maydalik qilayotganda mijozlarimiz talabiga binoan hozir kattalashtirishga bu yilga qaror qildik. Ko'rib turganingizdek, mana shu ikkinchi joyimiz bo'ladi, xudo xolasa, va mana shu yerni tomini yopib berishga professional bolalar bizlarga biz bilan hamkorlik qildi, ya'ni Asqar Ali ukamiz. Assalomu alaykum. Asqar Ali, yaxshimisiz? Yaxshimiz. Ukamiz, vodini qayerdansiz? Andijonda Asakasidan. Andijonning Asakasidan. Bu kishini men juda boshqa nimalardan ham, ya'ni sheriklarimizdan nimalarni, odzivlarni eshitganman, videolarini ko'rganman. Keyin o'zim ham qaror qildim, bu kishini bir o'zlarini chaqirib ko'rsatib, mana shu joyini gaplashib nima qilib oldik. Xo'p, naves haqida gapiradigan bo'lsak, uzunligimiz bizlarniki 40 metrga, eni 25 metr. Xo'p, Asqar Ali mana bu joyini chiroyli qilib aytgan vaqtlariga hammasini o'zlari bilan olib kelib, даже mana kraskalarni qilib, hammasini o'zi chiroyli qilib berdi. Endi ko'pchilikka qiziq bo'ladi, necha metr ustunsiz yopib olasizlar? Aka 30 metrgacha ustunsiz yopib o'ramiz, bemalol aka. 30 metrga ishlaringizga javob. Javob beramiz. 30 metrgacha bolalar ustunsiz yopadi. Undan tashqari mana ko'p quruvchi akalarimiz ko'rsatishadi. Sizlar uchun ham bir nima, domlarning ustiga qanday maslahat berasiz hozir? Aka, hozir xudo xolasa Jizzaxda ham, Toshkentda ham, xudo xolasa ko'p joyda domlarning ustini shu bilan o'zi qilyapmiz inshaalloh. Ya'ni anu talabga javob beradi. Xudo xolasa talabga javob beradi. Mana aka kraska qilingan holatini bemalol ko'rsa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, haqiqatan bu kishini chaqirgandan keyin aytgan vaqtlariga birinchidan keldilar. Ikkinchidan aytgan ishlarini, aytgan narsalarni hammasini o'z vaqtiga chiroyli qilib berdilar. Menga shu narsa yo'q dedi, ya'ni punktualniy deydi. Ko'pchilikka shu narsa nimaki, vaqtiga qilib bersa, qolgan ishi o'sha paytapli ketadi. Shuning uchun bizlarga ham shu narsa ma'qul bo'ldi. Mana vaqtiga kelib, ustalardan hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q, materialdan muammo bo'lgani yo'q. O'z vaqtiga kelib mana shu narsalarni qilib berdi. Xudo xolasa bizlar ham mana shularni yaxshi kunlarga ishlatib, sizlarga inshaalloh chiroyli gazoblok, baquvvat gazobloklarni, mana shu naveslarni tagida xudo xolasa chiqarib beramiz. Bu hozir mana bu yoz paytiga qilindik. Xudo xolasa mana bu bitta qishni ko'rsa, men yana bitta video qilaman. Asqar Ali, xudo xolasa, qorlar yo'qsa, qordan ispitaniyadan o'tganni yana bitta videosini qo'yamiz. Azizlar, xudo xolasa, bu narsa ancha vaqtga chidab beradi. Endi xizmatlaringiz qaysi viloyat? Bizlar endi masalan Samarqandga, siz o'zi vodiydan. O'zbekiston bo'ylab menimcha. O'zbekiston kelgan aka, Qirg'izistonda ham ustalarimiz, qo'shni davlatlarga ham, qo'shni davlatlarda ham xudo xolasa, hozir Jalolobod, Bishkek, No'qat, O'sh, xudo xolasa ko'p joylarda ish qilyapmiz. Qozog'istonda ham qilyapmiz aka, Chimkentda. Mani Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan juda podpischiklarim ko'p, chunki g'ish haqida juda ko'p bizlarga telefon qilishadi. Akalar, Qozog'istonlik akalar, Qirg'izistonlik, Tojikistonlik, bemalol mana shu odamning nomeriga pastga yozib qo'yaman. Mana shu nomerlarga Telegram, WhatsApp'ingiz bormi? Bor, Telegram, WhatsApp. Telegram, WhatsApp bor. Mana shu nomerlarga Telegram, WhatsApp bor. Bemalol Telegram, WhatsAppdan SMS yozib qo'ysangiz agar, bu kishi kirib vaqt bo'lgan paytiga sizga javob yozaveradilar. U yog'i o'sha kelishib ishni bosaverasizlar. Bitta qulaylik tomoni aytaman, narxidan ancha ekonom qilasizlar, gapni to'g'risi, lekin ishlariga javob narxidan ancha ekonom bo'ladi. Men endi gapni to'g'risi bulardan tashqari yana 5-6 kishi bilan gaplashdik, lekin mana bu kishiga nasib qilgan ekan, ishlari yo'qdi, gaplashdik, hamma qulayliklarini, nimalarni aytib berganlardan keyin mana aytgan vaqtlariga hammasini chiroyli qilib berdi. Asqar Ali, sizga kattakon rahmat, ishlaringizga omad. Rozi bo'ling. Keyingi obyektlaringizga katta obyektlarni olib, katta qurilishlarni qilib, brigadani ko'paytirib, xalqni duosini olib yurish sizga nasib qilsin. Inshaalloh. Xudo xolasa. Sog' bo'ling, charchamanglar. Hammangizga rahmat. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, podpiska, laykni bosib qo'yinglar do'stlar. Mana shunaqa zo'r ustalarni videolarini qo'yamiz, zo'r obyektlarni sizlarga ko'rsatamiz. Shuning uchun обязательно kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammangizga rahmat.